Bu Nur Texno Group'da yangi sistemasi. Endi bemalol necha kilo ko'mir qolgan bunkeringizda, soatiga necha kilo rasxod qilyapti, necha kilovat svet rasxod qilyapti, gradus qanaqa hammasini ko'rib tursangiz bo'ladi va hozir mutaxassisimiz o'zlari to'liq javob berishadi. Qaling. Xo'p, masofadan turib telefon orqali o'chirish mumkin. Nur Tech o'chirildi. Bildirishnoma beradi va yoqish mumkin. Nur Tech ishga tushirildi. Xo'p, bu yerda yongandan keyin gradusimizni belgilashimiz mumkin. 54, 53, hozir Wi-Fi'miz yaxshi ishlamayapti. Xo'p, bu yerda chiquvchi suv, ya'ni kotelning ichidan issiqlik suvi chiqib ketyapti-da, bateriya bo'lib, sirkulyatsiya bo'lib 44 gradusga qaytib kelyapti. Ya'ni 50 ga chiqyapti, 43 bo'lib qaytib kelyapti. 43 bo'lib qaytib kelyapti. Bu nima? Bu 524 Selsiy darajasi bo'yicha kotelning o'zini ichidagi yonib turgan issiqlikni ko'rsatib turuvchi. Olov 524 daraja issiqlikda yonyapti. Xo'p, yana buni bitta plyus tarafi, xo'p, budilnikka o'xshagan xuddi ertalab soat 7 da turib kotelga qarashga erinsa, kotelga buyruq berib qo'yishlari mumkin. Ya'ni masofadan turib soat 7:00 da menga 70 gradusga chiqsin. Yoki 5:00 da 70 gradusda bo'lsin. Ya'ni kech paytdan sovib ketishi mumkin, 7 ga yaqin sovib ketishi mumkin yoki 3 da. 3 da 80 daraja bo'lsin. 80 da bo'lsin. Xo'p. Shularni belgilasa bo'ladi. Masofadan turib, bu yerda endi yana plyus tarafi shinagida tezligini ham belgilasa bo'ladi. Ya'ni ko'mir haydashini bu yerda ko'mirni tortib berish. Ko'mirni haydashini sekinlashtirish mumkin masofadan turib yoki tezlashtirish. Sekinlashtirsa rasxod ancha kamayadi, tezlashtirsa rasxod ko'payadi. Bularni ham boshqarsa bo'ladi. Ventilyator regirovkasini ham xuddi shuni moslama orqali pastlab balandlash mumkin. Xo'p, endi yana bitta plyus tarafi, bunga suv nasoslarini ham ulashlari mumkin. Suv nasosi tez sirkulyatsiya qilishni bajarsa bo'ladi yoki sirkulyatsiyani pasaytirsa bo'ladi. Bu yerda kotelimizga kiruvchi 223 tok va 219 yetib keluvchi tok. Bu yerda kotelimiz 751 va soatli rasxodi ko'rsatib turadi hammasini. Bu yerda endi hozirgi gradusimiz 54 bo'lsa, 54 gradusda soatiga 1 kilo rasxod qilyapti. 1 sutkalik rasxod 24 kiloni tashkil qilyapti. Endi bunkerdagi ko'mirda ham sarf xarajatini ko'rib tursa bo'ladi. Misol uchun 1 sutkada 24 kilo yongandan keyin bu avtomatik 24 kilo minus qilib tashlaydi 150 kilo ko'mirni. Faqat boshda kiritib qo'yish kerak, necha kilo boshda kiritib qo'yish kerak, ha. Xo'p, bu yerda motorda ishlash sekundda, dam olish vaqti, bularni ham o'zlari qo'llari orqali belgilashadi. Xo'p, yana bitta plyus tarafi, endi bunda statistikalar ekan. Statistikalar, oylik, kunlik, yilliklarni ham ko'rsa bo'ladi. Ya'ni misol uchun 1 sutkasiga 40 kilo, 45 kilo bu yerda qilingan kilovat rasxodlari hammasini ko'rib turishlari mumkin. Yana bitta plyus tarafi, birorta joyini tushunmay qolsa, shuni pastga tushirsa, o'zimizning Nur Texnoning servis nomeri bor, zangor knopka orqali bog'lanishlari mumkin. Ya, qoyil. Telefonni ham o'z ko'tarasiz baribir. Ha, o'zimiz ko'taramiz. Nur Texno Group har doimgidek bir qadam oldinda va o'z mijozlariga doim eng yaxshilarini tavsiya qilishda davom etadi.